Ko'pchilik hamkasblarimiz orasida shu savol bo'ladi. Qaysi bir tegach yaxshi? MAN, DAF, Scania, Iveco, Volvo, Европейский tegachlarni nazarda tutib aytyapman. Albatta biri-biridan ustun, biri-biridan afzal. 4 ta o'g'lingdan qaysi biri yaxshi desa o'ylanib qoladigan otaga o'xshab, shunaqa o'ylanib qoladi. Hammasini minib yurgan odamlar. Xolis bo'lish kerak-da bular farqini bilish uchun. Men misol uchun Volvo haydaganman, Scania haydaganman, Iveco, MAN, DAF hammasini haydaganman. Shularning ichida eng zo'ri Scania hisoblanadi. Scania nima uchun zo'r desa, birinchidan baquvvat mashina, motorlari baquvvat. Ikkinchidan qulayliklari juda ham zo'r. Mana haydovchining qulayligini shu qadar o'ylaganki, mana obzorni qaranglar. Tizzam bilan urg'ini bir xil mana o'ynana boshlanishi. Labo'ylar ham pastda, torpeda ham past. Mana bu labo'ylarda oynalarni ko'rsanglar juda ham bir chiroyli holatda turibdi. Xullas atrof muhit to'liq erkin ko'rinadi. Boshqa bir tegachdan shunday o'tirib Scaniaga o'tirgan odam buni bitta ajratadi. Ovozi yo'q. Chaqqon, tormozi joyida sanchiydi. Lekin bizning hududlarda zapchasi ozgina qimmatroq. Shu tomoni endi ommalashmagan bo'lganligi uchun ham zapchasi qimmat bo'ladi, bu tabiiy holat. Lekin Volvodan ham zo'r hisoblanadi. Endi Volvo minadigan hamkasblarimiz darrovda hujumga o'tib qolishlari bu tabiiy hol. Endi kim nimani peshona deri qilib qo'ygan bo'lsa, shu narsaga mehri tushib qolgan bo'ladi. Men hammasini haydagan odam sifatida eng zo'rini Scania deb bilaman. Volvo bilan Scania ikkalasi ham o'sha birta davlatda ishlab chiqariladigan texnika, ikkalasi ham egalari bir deb aytishadi. Shunaqa o'rtoqlar.